Nurmat Imomov yana sizlar bilan assalomu alaykum. Bugun 15-iyun xalqaro otalar kuni. Demak, navbatdagi she'rim otalar haqida. Oilam deb doim yugurib yelgan, ro'zg'orining yukini ko'tarib kelgan, kam qilmagan aslo farzandini eldan, minnati yo'q, marhamati keng otalar, mehrdingiz ummonlarga teng otalar, uddasidan chiqqan aytgan so'zini, xushnud etgan qarog'ini, ko'zini, farzandiga bag'ishlagan o'zini, minnati yo'q, marhamati keng otalar, duolari tillolarga teng otalar, kecha kunduz shirin orzu o'ylar qilgan, bolamga deb hashamatli uylar qilgan, uylantirgan dabdabali to'ylar qilgan, minnati yo'q, marhamati keng otalar, mehrdingiz ummonlarga teng otalar, ikki qilay deb bolam birini, bolasiga tutgan so'nggi mirini, o'ylamagan tinchini huzurini, minnati yo'q, marhamati keng otalar, duolari tillolarga teng otalar. Otangiz bor uzun doim tilingiz, bo'lolmas hech kim otangizday bilingiz, oyoqlarini o'pib tavof qilingiz, minnati yo'q, marhamati keng otalar, mehrdingiz ummonlarga teng otalar. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.